Hyundai Porter akalar 2013 kraskalarni aka toza deyaptilar. Mana bu yoqda ozgina metina joyi bor ekan. 6 ta balonini yangidilar, bitta 100 talik, bitta 80 talik metallari bor ekan akalar. Bitta gaz bilan polni qancha yurasiz? Polni qancha yurasiz? 350 gacha yurar ekan, qisqa yo'llarga 250-260 yurar ekan. Xo'p, salonni ko'ramiz akalar. Salonlari ham yaxshi. Poligi bor, chexollari bor, lilolim ham qilib qo'yilgan, lekin anchagina katta ekan. Probegi qancha buni? Probegi 400. Akalar, saloni orqaga bitta yosh bolachani ham yotqizib ketaversalar ham bo'lagan, lekin men bunisiga mazza qildim akalar. Bitta nima desam, xolodilnik bo'lyapti bari. Salonlari yaxshi. Nimasi bor? Mana magnitofon hamma narsasi bor ekan akalar. 2013 bozor akalar 12300 qilib bermabdi. 12500 ming bo'lsa berib yuboraman deyaptilar. Ish qilaman, yuk tashiyman deganlar uchun juda idealniy variant. Generalni beraverasizmi? Kelishamiz deyaptilar akalar. 12500 narxi, kraskalar toza, hech qanaqa ishi yo'q ekan. Hamma narsa top toza. Pastda nomerlarni qoldiraman. Telefon qilasizlar. Telefon nomeri ayting aka. 88 618 82 99. Mana aka akalar. 2013. Yaxshi holatda. Telefon qilaverasizlar. Hyundai Porter 2 Plus akalar. Telefon nomeri qoldirdim. Telefon qilib bemalol ega bilan gaplashsanglar bo'ladi. Ish qilaman, yuk tashiyman deganlar uchun yaxshi holatda jigarlar.